28-mart kuni birinchi smenadan tushgan savolni tahlil qilib chiqamiz. Ya'ni bunda biz berilyapti bizga ota-ona organizmlar o'zaro chachtiring va katta kelib qolganda va kichkinasi kelganda bizda embrionlik davrda nobud bo'ladi. Ya'ni letallikka ega deyapti. Demak, biz masalan sharti so'ralyapti, ota-ona organizmi chachtirilganda chiqqan avlodlar nechtasi ota-onaga o'xshash deyapti. Biz bunda pendentdan foydalanamiz, chunki bizda vaqtimiz kam, vaqtni unumli foydalanishimiz kerak. Bunda biz qisqa usuldan foydalanamiz. Ya'ni kattaga buni kattasini chachtiramiz. Chachtirganimizda bizda 4 ta organizm chiqadi, lekin ularning bittasi letallik xususiyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun 3 tadan 2 tasi, ya'ni kattasi ota-onaga o'xshash bo'ladi. Ya'ni 3 tadan 2 ta deb olamiz. Keyin katta B kichkina B'ga chachtiramiz. Bunda 4 ta organizm chiqadi. Nimaga desak, chunki bularda letallik yo'q. 4 tadan 2 tasi ota-onaga o'xshash bo'ladi. Kattada kichkinada bilan kichkinadani ham chachtiramiz. Bunda yana 4 ta organizm chiqadi. 4 tadan 2 tasi ota-onaga o'xshash bo'ladi. Kattasi kichkinasiga chachtiramiz. Bunda bizda 2 ta organizm chiqadi. Kattasi onada bor, kichkinasi otada bor. Demak, ikkovi ham ota-onaga o'xshash bo'ladi. Demak, bunda bizda 2 tadan 2 ta olaveramiz. Ya'ni 2 tadan 2 ta organizm ota-onaga o'xshash bo'ladi. Endi bularni hisoblashda bizda hamma organizmlarni chiqqan organizmlarni bir-biriga ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni birinchi organizmda, birinchi gametadan 3 tadan 2 tasi ota-onaga o'xshash bo'lyapti. Ikkinchisida 4 tadan 2 ta. Uchinchisida ham 4 tadan 2 tasi ota-onaga o'xshash bo'lyapti. Hop, to'rtinchi genlarimizda esa 2 tadan 2 tasi ota-onaga o'xshash bo'lyapti. Demak, bizda hop 16 taqsim 96 chiqar ekan. Ya'ni 96 ta organizmda 16 tasi ota-onaga o'xshash bo'lyapti. Demak, 96 tadan 16 tasi ota-onaga o'xshash bo'lsa, masalan, shartida yana berilyapti. Bizda jami 600 ta organizm bor deyapti. Bunda x qilib topadigan bo'lsak, 100 ta organizm ota-onaga o'xshash bo'ladi. Milliy sertifikatga tushgan savollarni keyingi videolarimizda yana tahlil qilib boramiz.